Qanoti bor kamazda 15 yillik tajribamda birinchi marta ko'ryapman va sizlarga ilinyapman. Aka bitta qanotini ishlatib qo'yaylik. Agar bunga turbinali motor qo'ysangiz, samolyotga o'xshab uchsa ham kerak mana ko'ringlar. Ko'rganlar kommentariyaga yozinglar, bilmaganlarga bu videomizni tashlab qo'yinglar. Gap yo'q. Qadrdonlar rostdan ham texnikani san'at darajasiga olib chiqib qo'yishgan bu bo'rttiruvchi gaplar emas. 55-111 89-yilda ishlab chiqarilgan заводской samosval motorlarni ko'ringlar mana. Biror joydan bir tomchi moy oqqan joyi yo'q. Parijda ishlaydi aka. Vali normaniga bir ekan, antifrizda noldan chiroyli qilib shumka qilib, asfishit qilib, cho'tka qilib qo'yishgan ekan, kondisionerlar ham qo'yilgan ekan. Ramalarda umuman treshina yo'q, ha? Treshina yo'q, svarka qilgan joyi ham yo'q. Treshina ham yo'q, toza. Oldini bez kamera qilishi mana yevro sifat qilib qo'yishgan ekan. Balonlari 70% atrofida ekan. Miyaqki bo'ladi aka. Diska qo'ysa, bu o'zi miyaqki bo'ladi. Gap yo'q, lekin mana panjaralarni cho'tka qilib qo'ysa, razmerlari ham zo'r olinibdi aka. Yevro so'q qo'yilgan ekan, ha? Oldiga ham yevro, ortiga ham yevro. Mashalloh. Buksalar smazishli, moy emas. Smaska qilinadi. Smaska qilinadimi? Buksalari. Lekin parramlari, o'rtaylan ko'ringlar mana. Cho'tka qilingan. Aytib o'tganimiz mana ikki tomonda qanoti bor. Narashkasi ko'tarilib tushargan, kabinada turib boshqarilar ekan. Aka bu kuzov palislarini ham yaqin o'rtada qilgan ekansiz. Yangi qilingan, qobirg'asi ham yangi qilingan mana. Ha, gap. Palisam stulga ham yangi emas, bir tekst ko'tariladi. Ko'ringlar. Umuman yoniga tashlamaydi. Reduktorlari nechta aka? 49 talik. 49 talik. Teleskasi 10 tonnalik. Ko'ringlar. Ovoz yo'q, muslar. Ovoz yo'q. Hada o'ylanib yaqin o'rtada qilib shekilli aka. Jaglar almashdi, bahorda. Jaglar almashgan. Kalotka hammasi almashgan. Kalotkalarni ham Yangi qo'ydi, pachimliklar, kalotka. Bahorda hammasi chiqqan. Faqatgina shu orqa mostdagi 4 ta baloni 50% atrofida ekan. O'rta mostga 4 ta yangi balon taqishgan. Mana resurslari, yevro resur. Bir marta ham sinmagan resur. Yevro resurlarimi? Motorni qilganiga qancha bo'ldi dedingiz? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi umuman. Motor rasxod qilmaydi. Apparatlari ham qilingan. Mashalloh. Gap yo'q. Qarilar ishlayapti. Gaz bosingchi. Mana qanotlarni ashundacha to'xtatib, uch ketsalar ham bo'laver ekan. Umuman moyda-moygacha rasxod qilmaydimi? Biror marta DTP ham bo'lmagan ekan. Aka bu hamma turkaga shunaqa suvkab chiqqanmisiz? Shukurmas, shamol. Shumkalari joyimi? Shumka. Gap yo'q. Peshkalari yangi. Oldi ham yangi. Ko'ringlar mana ta'minot ekranini oldiga olib chiqishgan. 1 gram moy chiqarmaydi. Quruq turibdi-da. Bilagadaliklar qo'yilganmi? Qo'yilgan. Havoga. Mana salon ichiga ko'ringlar. Kondisionerlar qo'yilgan. Chiqsiz tushgisi kelmaydi kamazda. Qoyil. Monitorlar qo'yilgan. Bunga bitta slipoy zona kamib tolasa, 4 tomondan olargan kameringiz ham. Speedometrni ko'rsatadigan paraxodniki dedingiz-a? Paraxodlar. Karabil Mo'rayvergan GPS. GPS Bezatkasi. Bezatkasi. Ke to'shni aytsa kerak, kilometrda rasxod Tekshirib ko'ring. Bu havosi chiqmaydimi aka umuman? Mana shu turaveradi. Ana 7 da qadab turaveradimi? Samofellarni ham berib yuboramizmi aka? Berib yuboramiz. Shundayligicha berib yuboramiz texnikani. Biror joyini olib qo'ymaysiz, almashtirib qo'ymaysiz. Olgan odam maza qilib haydasin. Bu kinopkalar yonida qanatiniki? Xonachalik. Chetda turib boshqarilaveradi. Chetda turib bemalol chiqib yurmaydi. Panejni povisini hammasi cho'p ishlaydi. Bu texnikamiz Toshkent viloyati Quychiq tumanida turibdi. Haqiqiy KAMAZ ishqibozi bo'lsa, to'g'risi bitta ko'rganda olib ketadigan texnika ekan. Xolis aytaman. Narxini 15 ming dollar so'rashyapti. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsalaring savdolashadigan, o'tib beradigan joyi bor. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalardan, narxlardan xabardor bo'lib turasizlar. Savdolarni bersa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.